Kitoblar. Kitob ma'rifat manbai dasturi ishga tushirildi va kitoblar va o'qish madaniyati haqidagi davlat reklamasi ijtimoiy reklama sifatida tan olindi. Transport. Tashuvchilar tuman markazlarini chekka hududlar bilan bog'laydigan zararli bo'lmagan muntazam mikroavtobus yo'nalishlarida yetkazilgan zararlarni qoplash uchun yagona davlat xizmatlari portali YAIDPga da'vo arizalarini taqdim etadilar. Da'volar O'ztrans tomonidan ko'rib chiqardi va ushbu xizmat uchun hech qanday to'lov olinmaydi. Avtomobillar. Umumiy og'irligi 44 tonnadan ortiq bo'lgan yuk mashinalari, maxsus transport vositalari, yuridik shaxslarga tegishli bo'lmagan chiziqli taksilar va antika avtotransport vositalari uchun alohida seriyali davlat ro'yxatga olish raqamlari joriy etilmoqda. 50 yildan ortiq vaqt davomida ishlab chiqarilgan transport vositalaridan foydalanish va qayta ro'yxatdan o'tkaziladi.